Abduqodir Husanovsiz Manchester City Lesterga qarshi bahs olib bordi. Uchrashuv qanday natija bilan tugaganidan qat'iy nazar o'zbekistonlik futbol ishqibozlariga nega Husanovning hatto uchrashuv qaydnomasiga ham kiritilmagani qiziq bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun futbolning bugungi videosi Husanovning Lesterga qarshi o'yin qaydnomasiga kiritilmaganining sabablari haqida bo'ladi. Sportga qiziqasizmi? Unda sizda katta daromad egasi bo'lish imkoniyati bor. Sizlar uchun kanalimiz hamkori Adinix eng yuqori koeffitsiyentlarni taqdim etadi. Sevimli jamoangizni qo'llab-quvvatlang, millionerga aylaning. Kommentariyadagi silkaga o'tib, hoziroq ro'yxatdan o'ting. To'g'ri tanlovdan adashmang. Doimgidek o'yinga 1 soat qolganida City rasmiy sahifasi o'yin uchun asosiy tarkibni va zaxiradagi futbolchilar nomini e'lon qildi. E'tiborlisi, na asosiyda, na zaxirada Husanov ko'rinish berdi. Manchester Evening News jurnalisti Simon Baykovskining ma'lum qilishicha, Guardiola shunchaki Husanovga dam berishni istab, uni keyingi turda bo'ladigan Manchester United bilan bahsga asrashga qaror qilgan. Husanovning kichik jarohati bor, shuning uchun Guardiola uni qaydnomaga kiritmadi degan xabarlar haqiqatdan yiroq. O'zbekistonlik himoyachining tarkibda yo'qligi jarohat bilan bog'liq emas. Bu Guardiolaning tarkibda rotatsiyaga qo'l urgani va Husanovni Unitedga qarshi o'yinga saqlagani bilan bog'liq. Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov Bournemouthga qarshi o'yinning birinchi bo'limida maydonni tark etdi va Lesterga qarshi uchrashuv tarkibiga kiritilmadi. O'zbekistonlik himoyachi yanvar oyida Lens klubidan kelib qo'shilganidan buyon himoyada asosiy o'yinchilardan biriga aylangandi, ammo Rud van Nistelrooy boshqaruvidagi jamoaga qarshi o'yinda Pep Guardiola tomonidan tarkibga kiritilmadi. Husanovning yo'qligi jarohat sababli emas, bu Guardiolaning tarkibda rotatsiyaga qo'l urgani bilan bog'liq. Markaziy himoyachi Angliya Kubogida Bournemouthga qarshi o'yinda birinchi bo'limda sariq kartochka olganidan so'ng ehtiyot chorasi sifatida ikkinchi bo'limda almashtirilgan edi, deyiladi xabarlarda. City rasman tasdiqladi, Husanovda jarohat yo'q, shunchaki unga dam berishgan. Bournemouthga qarshi O'Reillyning muvaffaqiyatli chiqishi Manchester Cityga yana bitta qo'shimcha opsiyani, hujumkor taktikani taqdim qildi. Aslida yarim himoyachi bo'lgan O'Reilly chap qanotdan joy oladi. Guardiola esa markaziy himoyachiga aylanib, kerak bo'lganda hujumga chiqilganda chap qanotni ham yopish mumkin. Bunday gibrid rollarga Pep Guardiola ko'p murojaat qilishini yaxshi bilamiz. O'yini kelib turganda O'Reillyning ko'proq o'ynatib, ishlanmalarni ko'zdan kechirib olish uchun ayni muddao, chunki Leicester ayni paytda liganing eng kuchsiz jamoasi. Oxirgi 5 o'yinda birorta ham gol ura olishmagan. Agar bugun Cityda muammo bo'lsa ham faqat hujumda bo'lishi mumkin. Yakshanba kuni esa Manchester derbisi bor. O'sha o'yinda Guardiola risk qilmaydi. Himoyada himoyachilar o'ynashini kutsa bo'ladi. Katta ehtimol Abduqodirni aynan o'sha o'yinga asrab turgan bo'lishi mumkin. Zero tig'iz fevral-mart terma jamoa o'yinlaridan so'ng Husanovga dam olish zarar qilmaydi. Agar qachondir yosh markaziy himoyachiga